bugun Grand Mobile YouTube kanali bo'lyapti. Xo'p, bugun akkauntimizga ozgincha donat qilganmiz. Shu donat qilganimizni hozir ochamiz. Qani nimalar tushadi? 5x ta donat qilmadim chunki u rublga, chunki menda hozir ruscha pul yo'q, o'zbekcha pulda o'zim donat qildim. Hozir shuning uchun magazinga kirib, ko'p emas, 1x ta ochamiz. Hozir ungacha like, obuna bo'lib qo'ysanglar, nima tushganini hozir ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Qani sekin kiramiz hozir. Market bo'limiga kirganimizda xo'p, biz xo'p, bular nima bular? Bular kam berar ekan, o'ta 150 GC ga 225 k berar ekan. Bu o'ta kam degani. Xo'p, nomer ogohlantirishlarni olib tashlang. Ismingizni o'zgartiring. Kerakli olib tashlang. Xo'p, biz avtomobilga raqam qo'yaylikmikin bolalar yoki anaqa qilaylikmikin, keys ochaylikmikin. Hozir bir qarorga kelib olish kerak. Tajriba 500 oilaviy ball, familiyani o'zgartirish, sotib olish, barcha litsenziyalarni sotib olish. Xo'p, короче, biz bolalar nomerda alishtirmaymiz. Bu nima bu? Bu ham qanaqadir pegagan. Bu nima bu? Bu ham ulas normalniy emas ekan. Xo'p, biz ochamiz bironta yaxshirog'ini. 169 GC ga qanaqa yaxshiroq bor. Qimmatlab ketibdi, o'ta peklar bizga yetadigani bormigan? Shuni qidiryapmiz hozir. Normalniy peklar bor, lekin ular qimmatlagan o'ta, masalan 90 GC liklar o'ta qimmat bo'lib ketgan, shuning uchun qaysini ochishga odam cho'chiyapti. Bularni hop. Qaysi birini ochaylik, bolalar, qaysi birini? Odam GC so'ygandan keyin ham qaysi birini ochishga o'ylanib qolar ekan. No festival ishi nima degani bu endi? Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini. Bu yerda aksessuar skillar ko'p ekan. Aksessuar skillar aniq tushishi. 67. Biz 67 ni ikkita ochaylikmikin podryad. 5 ta ketmaydi endi. AMG Special tushar ekan, uni narxi past bolalar ancha. Shuning uchun biz hozir Autocall qanaqa bu endi? Bunday aksessuarlar o'ta ko'paygan bolalar, shuning uchun biz hop. Bizga qaysi pek yarashadi bolalar? Sizlar qaysini ochdinglar bu sezon? Shuni ham yozib ketinglar. Bundan oliy skateboard pul bor ekan ko'p bu yerda, lekin pul ham kerak emasda bizga. Xo'p, tavakkal bolalar, bironta yaxshirog'ini ochamiz hozir pastdan. Tavakkal endi nima tushdi. Boriga tushir, yo'g'iga sabr qilamiz. Biz xo'p, administrator, FSB, yuk mashinasi. Yo, bolalar, pulimiz yetadigani yo'q-da. Hammasi qimmat peklar. Arzon peklar bor, lekin bular mola qanaqa ekan bular? Qani bolalar, masjidda yoqdi, bunda ko'p mashina bor ekan. Qani bolalar, bismillah deb bitta ochamiz shuni. Let's go. Davay bolalar. 50 GC qoldi. Afsuski bizga Panama halokati degan mukofotni olamiz. Bolalar, shu yerda video yakunlanadi. Sizda sovg'a mavjud deyapti. Bu qanaqa sovg'a bu? Ulasizmi? Hammada shunaqa. Nimadirlar deyapti. Короче, bolalar, shu yerda video tugatamiz. Like, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki pek ochdingizlar, nima tushdi GC dan ochganinglarda menga
Panama buyum tushdi. Bu hozir kiyib ko'ramiz valla. Panama buyum tushdi. Uni ham kiyib ko'raylik. Buni kiysa buni bo'lmay qolar ekan. Mayli. Shuni kiyib olamiz. Davay valla sizlar omad, like, obuna bo'lib qo'ysanglar, bu yoqqa kontentdan to'xtamiz, DC'lar solib odamlarga pul tarqatamiz. Davay valla.